Ba'zi homiladorlarim so'rashadi, doktor, homilamda hammasi joyida, lekin meni ko'zimda muammo bor, o'zim tuxsam bo'ladimi deb. Albatta, o'zingiz tuxsangiz bo'ladi, lekin sizda quyidagi holatlar bo'lmasa. Birinchi o'rinda ko'z ichki bosimi yuqori bo'lgan holatda tabiiy tug'ruq homilador ayol uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Ya'ni ko'z ichki bosimining oshishi ko'z nurini pasayishiga, ba'zida esa ko'r bo'lib qolishiga olib keladi. Agar sizda ko'z to'r pardasi operatsiyasi yoki bo'lmasam ko'z bosimining oshishi bilan bog'liq holatdagi operatsiyalar o'tkazilgan bo'lsa, tabiiy tug'ruq siz uchun xavfli hisoblanadi. Bularning oqibatida esa ko'z renasini yanada tushib ketishi yoki bo'lmasam o'sha to'r pardalarning zararlanishiga olib kelishi mumkin. Bunday homiladorlarimiz oftalmolog nazoratida bo'lishlari shart. Tabiiy tug'ruq haqida yana ham qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring.